Turmush qurish, oilali bo'lish sizga oxiri yo'q har kunlik baxtni va'da bermaydi qizlar. Unda har turli kunlar bo'ladi. Quvonchdan sakrab, yayraydigan kuningiz, alamdan ko'z yosh to'kadigan tuningiz, romantikaga to'lib sarmast bo'ladigan kunlar ham, aybdorlikdan eziladigan tunlar ham bo'ladi. Oila bu hayot nima mukofot yoki sinovni bersa ham bir-birini qo'lini qo'yib yubormaslik degan. Ba'zan birga kulasiz, ba'zan yetishmovchilik yuzasidan talashasiz. Ishdan charchab, alamni uydan olasiz. Ba'zan esa uy ishidan horib, hammasiga bore deb yuborasiz. Ba'zan birga o'tkazgan yillar idealligi sizni xursand qilsa, ba'zan oilangizni saqlab qolish uchun yillar harakat qilasiz. Qachondir ikkingizdan biringiz sinovli mashaqqat ustida bo'lsangiz, ikkinchingiz yonida quvvatlab turasiz. Baxtli oila bu faqat romantik hayot degani emas, balki bir-birini tushunish, qiyin damlarda yonida bo'lish, tutgan qo'lini qo'yib yubormaslik va hech qachon voz kechmaslikdir. Oila bu raqobatdoshlar emas, balki hamkorlar maskanidir.